Salom do'stlar. Bugun sizga bir necha hayratlanarli faktlar aytaman. Faqat bir daqiqada qiziqarli narsalarni bilib oling. Birinchi fakt. Odamning miyasi butun kun davomida taxminan 20 vatt energiya sarflaydi. Bu oddiy lampochkadek kuch, lekin miya tananing faqat 2% vaznini tashkil qiladi, lekin butun tananing 20% energiyasini iste'mol qiladi. Ikkinchi fakt. Siz uxlaganingizda ham miya to'xtamay ishlaydi. U xotiralarni tartibga soladi, yangi ma'lumotlarni mustahkamlaydi va keraksiz narsalarni o'chirib tashlaydi. Uchinchi fakt. Inson ko'zi bir soniyada taxminan 10 million rangni ajrata oladi. Bu ajoyib qobiliyat. To'rtinchi fakt. Yuragingiz bir kunda taxminan 100 ming marta uradi va butun umr davomida 3 milliarddan ortiq marta ishlaydi. Qiziqmi? Agar yoqsa, like bosing, kommentariyada o'zingiz bilgan qiziqarli faktni yozing va keyingi videolar uchun obuna bo'ling. Xayr, ko'rishguncha!